Menga doim jamoatda Xudo seni sevadi deyishar edi. Bu mening asabimga tegar edi. Men Xudoni sevar edim. Xudo ham meni sevishni tushunmas edim. Lekin bu so'z menga ta'sir qildi. Men ibodat qila boshladim. Ey Rabbim, odamlar meni sevishingni aytishyapti. Lekin men buni bilmayman. Menga sevgingni namoyon qil. Bir kuni ibodat paytida to'satdan oldimdagi devor yo'qolib qoyaga aylandi. U qoyada qirrali toshlar bor edi. Men bir odamning qiyinchilik bilan ko'tarilayotganini ko'rdim. Faqat oyoqlarinigina ko'rganim uchun kimligini bilolmadim. Bir payt u quladi va uning ustiga nimadir gursillab tushdi. Men ustiga tushgan xo'sh ekanini ko'rib qoldim. Shunda muqaddas ruh meni qaynoq suvdek to'ldirdi va xona Xudoning huzuri bilan to'ldi. Xudo shunchalik kuchli ta'sir qildiki, men yig'lab yubordim. Sen men uchun o'lding. Men senga qanday javob qaytardim? Do'stim, Xudo seni sevadi. Unga ayt, ey Xudo, yuragimni muhabbating bilan to'ldir. Hammasi o'zgaradi. Sen, hayoting, qadriyatlaring, ustuvorliklaring va sening yoningda doimo shartsiz sevuvchi va oxirigacha sodiq qoluvchi zot bo'ladi. Obuna bo'l va izohlarda yoz. Xudoning sevgisini his qilganmisan?